Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida yana sizni sevimli boshlovchingiz yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshladik. Biz sizni sog'indik. Bir hafta biz uchun ishoning 7 kun 7 yildek o'tyapti. Chunki sizga bo'lgan muhabbatimiz, sizga bo'lgan sog'inchimiz tez-tez ko'rishni talab qilyapti. Sizchi, siz ham bizni ko'rishni juda xohlayapsizmi? Yolg'on gapirsam tilim tirkak bo'lib ketadi. Kulma! Diqqat, diqqat. Shaharda juda katta jinoyat ustida qo'lga tushgan erkak. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. O'zimdan yo'q qilmasam shunaqa olib kelmaysiz ovqatlantirishlarga. Endi sal tormozdagi odatim bor, shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Mayli, gazlashib ketasiz, o'rgatib olaman. Yomonsiz, yomonsiz. Mana qarang, ukajon. Xo'p, salatlarni olib keldingiz, yaxshi. Nima aytamiz? XX shashlik bo'ladimi? Yetadi. Yetadimi X? Da, yetadi, boshqasi ketmaydi. Bo'lmasa, bitta kuskovoy, bitta g'ijduvon. Hop, 4 ta. Ikkitadan olib kelasiz. Ikkitadan olib kelasiz. Yetadimi shuni Ha, o'zi? yetadi, bo'ladi shu. Shunaqa gaplar deng. Ay, shunaqa gaplar. Lekin bu yerda bor-ku, g'ijduvon kafe ovqatlar boshqacha qiladi. Yo'q, tanishlaringizmi? Tanishlar. O'zimizda og'aynilar. Arzonroqchisini tanishlaringiz. Shamshod degani bor. Qachon kelsam bor-ku, pul olmaydi bor-ku. O'sha mana ko'p kelasiz. Lekin u ham shot katta bo'lsa beradi. Mana kichkina 70-80 ming bo'lgan joylarda haligi 100 minglargacha indamaydi. 100 mingdan u yog'ini shaqillatib kasal O'zim restoranim bor degandingiz. Nima o'zingiz? Yo'q, uni sotib yubordim bir ishlar. Siz kelmasiz tomonga yurishmagan paytda sotib yuborgandim buni. Endi men keldim, ikkita ishlar bo'ladi. Bittasini olmagan, siz qo'ysangiz ajab. Ofitsiant, Lama yo'q, paşa. Nima olib kelay? qarang. 20 ta shashlik, Aha. 2 kilo vagoriz, Aha. keyin ana g'ijduvon shashliklaringiz bor-ku. Oho. O'shani zo'r qilib 20 ta siqib bering. Qanaqa bo'lsin? Sochnimi? Keyin Mhm. tabaka. Tabaka. kilo Tabaka. Anu yaxshi somsalaringizdan ham bor edi. O'shalarni 40 ta qilib beravering. Tandirimiz ham juda yaxshi-da. 6 kilo tandir. 6 kilo tandir. Hop. Tez faqat. Ulardan ham har bittasidan-chi 4 tadan. Xo'p, bugun o'yinni bir bayram qilaylik. Ha. Ana Xorazm baliqlaridan bormi? Oshpazimiz ham Xorazmdan kelgan. 3 kilo uni. 3 kilo kam emasmi? Ha. Bu 6 kilo qiling. Hop, 6 kilo. Men erim bilan birga bayram qilamiz. Xo'p, boring, tez faqat. Hop. Opajon, savoy tayyor bo'lgandi. Shot tilab qo'ysangiz? Yo'q, buni-chi ertangi erim birga to'lab yuboradi, xo'p? Aka, eringiz. Bu ba'zan bo'lar ekanda. Bo'ldi, eringizga berib qo'yaman shot. Hop. Sog' bo'ling. Yana kelib turing shunaqa. Hop. Lekin bitta gapni aytay Barchin. Hop. Siz bilan tanishganimdan beri bor-ku, qanaqadir ishlarim oldindan ketyapti-da. Shunaqa, kechalar uyqularimda halovat, shunaqangi shirin tushda ko'raman. Ilgarichi uyquda normal uyqu yo'q edi. Bosiqib, deb turaman. Xotin nima bo'ldi desa, tushda ko'rgan alvasi o'zimda paydo bo'ladi. Hozir shunaqa tinch, sokin maza qilyapman. Qanaqadir bir xursandman, energiya bor-ku, qanaqadir energiya olayapmanmi sizdan. Mazada bor-ku. Lekin bitta gapchi. Menda shuncha o'zgarishlar bo'pti. Xo'p, sizda nima o'zgarishlar bo'ldi? Voy, menda ham hamma problemalarim bitta hal bo'lyapti. Siz bilan. Nima misol uchun? Masalan, iPhone berdingiz, hali ko'rishganimizga hech qancha bo'lmasdan.
Provam bo'lmasa ham mashina beraman devos. Voy. Boshlang'ich to'lovni to'ladingiz, muhimi shunisi. Ishqil davomigacha qochib ketmasangiz bo'ldi. Yaxshi Nega yaxshi qochaman? o'qilang. Nega qochaman? Biz erkak kishi, biz erkak bitta gapiradi, ye. Da. Ha, aytgancha shu oy oxirlariga endi bitta хотя бы to'rxonali bo'lsa ham kichkinagina uycha amallashtirsak, uzr bo'lardi-da. Ko'pchilik bilmaymi, haligi nima qiladigan bo'lsa bilasiz, ko'pchilikda ishi yurishmay, kasod bo'lib, topar tutishida haligi baraka bo'lmay, anaqa bo'ladi-ku. Menda baraka o'shanaqa narsa bo'lmadi lekin bor-ku. Yo endi bo'larmikan? Bo'lmaydi. Voy Bo'lmaydimi? bilmay. Voy, bilmaysizmi? Men juda ham barakatli qizman. Voy, sog' bo'ling, rostdan bor. Qaddamlarimdan barakat yog'iladi. Bilmayman, shu uxlaganimda yuzingiz, chehrangiz ko'zim oldiga kelib shunaqangi bir maza qilib uxlaydigan odat chiqardim rostdan. Ukajon, Mana. Ha. olib keldingizmi? Qancha bu? 2.932 ming. Qancha? Qancha? 2.932 ming. Ikkisi shaxslik, ikkita salat, bitta non shuncha bo'ladimi? 10% olardim, 5% oldim. Tushunmadim. Biz 2 kishilik ovqat dedik. Qancha, nega buncha narsa bo'ladi? Bular aka 3 kishi. Biza 2 kishi jinnimiz aka. Qanaqa 3 kishi bo'lamiz? Bag'ri, baliq 2 kilo, qozon kabob, fili baliq, sudak. Tandir aytilgan bu yerda bu narsalar qayerdan keldi? Biz 2 qisiq shashlik, Voy, 4 shashlik edik biza. Nariyoqda kelin oyim ham o'tirgandi. Tushunma. Hozir yoningizdan Saboy ko'tarib chiqib ketdi. Uyga olib ketaman deb. Erim to'laydi dedi. O'sha aytgan kunlar keldi-yu. Aka to'xtang, chivi berib keting. Nima qilay? Chivi berib keting. Ha, chivi. Nimaga? Kasali bormi? Keting. O'zingga ehtiyot bo'l. O'ynashni o'g'ri tutma. Ha, akajonim, telefondan zerikdingizmi? Xotindan zerikdingizmi? Hayot tashvishlaridan zerikdingizmi? Unda sizni bu botqoqlikdan chiqarishni yagona bitta yo'li Akula Kulformatsion dasturini ko'rish. Marhamat, ushbu lavhamiz aynan siz uchun aka. Azizlar, xalqimizda ajoyib bir naql bor. Birovga yaxshilik qilib bitta barmog'ingni cho'zsang, u seni beshala barmog'ingni ham tortadi degan gap bor. Keyin yana bir gap borki, savobni xullas azizlar, bizda savob qilgan militsiya xodimi ko'ramiz. Bolalarimni maktabiga pulni qayerdan olaman endi? Shuncha pul olib ketdi. Yo'da shamollab yotibman. Davolanishim kerak. Endi nima qilaman? Kamiga erim ham pul bermayapti voy. Kimdir yordam berarmikan? O'zi arzimagan oylik olaman. Yuraklarim siqilib ketdi. Opa? Rayhon opa, tishdingmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi sizga? Apa, meni qo'rqitmang apajon, qo'ying. Kasal bo'lsangiz nimaga ishga chiqdingiz? Qo'ying, o'zimiz tozalaymiz shu ishni. Nima bo'ldi? Tishdingmi o'zi? Nima bo'ldi? Endi rostdan ham ishga chiqa olmayman, kasal bo'lib qoldim. Xo'p, kasal bo'lgan bo'lsangiz, tuzalib ketasiz. Nima kasal bo'ldingiz? Kaymarit bo'lib qoldim, ovozimdan bilmayapsizmi? Boshim bunaqasiga og'rib ketdi. Bu taraf bilanmi? Chapdan tortib o'g'rayaptimi? Bunaqasiga og'rib ketdi. Rahmatli buvim ham shunaqa chap tarafdan tortib keyin ketib qoluvdilar. Hazillashyapman. Men ham ketaman. Yo'q, ketmaysiz. Unaqa narsalar o'ylamang, opa, hazillashdim. Nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsiz? Odam kasal bo'lsa bunchalik yig'lamaydi-ku. Doriga pul yo'q. Xo'p, bo'ldi, doringizni pulini hal qilamiz, opa. Zerikmang. Bitta dori ekan-ku. Undan ham yomoni bor. Nima bo'ldi? Qisqasi bittasi telefon qildi-da, "Assalomu alaykum xolajon. Siz omadli o'yinda ishtirok etib 2 million so'm pul yutib oldingiz.
sizga hozir SMS keladi. O'sha SMS kodini aytsangiz, hisobingizga 2 million so'm pul tushadi deb gapirib aldadi meni. Xo'p, nima qildingiz keyin siz? Keyin o'sha keyin SMSni aytdim. Keyin kartamdagi 3,5 million pul ketib qoldi. Obbo, opa, nima uchun soddasizlar? Shunaqa narsalarga nima uchun ishonasizlar? Odamlarni tushunmayman. Kartangizga hujum bo'lyapti desa, tars etib kodni aytasizlar, kartalardan million, 100 million, 200 millionlab pullarni yechib olyapti. Sizni bank kartangizga hujum bo'layotgan bo'lsa, bankni o'ziga chaqiradi, kelib keting deydi. Ana u Kanadadan qop-qora opachalar ham bor. Haligi sizga meros qo'yapti, kodni ayting, men bunaqa qiling deb pullarni yechib oldi. Rosa yangilari chiqib ketdi. Mana bu sun'iy intellekt bilan u ovozlarni o'zgartirib qarz so'raydiganlar ko'payib ketdi. Opa, unaqa narsalarga umuman ishonmanglar, opa. Qanaqa insonsizlar, juda soddasizlar. Ko'rmagan, bilmagan odamga nega bunaqa kodlarni aytasizlar? Bilmasdan aytib qo'yibmi? Bo'ldi, xavotir olmang, men shug'ullanaman bugun bu bilan. Kartangizni necha edi, nimasini ayting? 8600 Xo'p, 8600 1705 1705 1741 1741 7805 7805 bo'ldi, opa. Qaysi raqamdan telefon qildi? Mana bu 71 kodi. Xo'p, 71lik 203 203 bo'ldi, mana yozdim. Bo'ldi, men o'zim surishtiraman. Pulingizni qaytaramiz, zerikmang, opa. Siz boring endi uyga. Rahmat. Turing. Ishlarni qiling. Borib uyingizga borib damizni oling. Bu ishlarni o'zimiz qilamiz, biz tozalaymiz. Rahmat. Bo'ldi, bora qoling. Ey. Shunchalik ham sodda bo'ladimi, bular? Toba qildim. Alo. O'ktam. Mana bu kibr jinoyat bo'yicha pulni olganlar top bo'lyaptimi, yo'qmi? Top bo'lmayaptimi? Bo'ldi. Nimadir qilarmiz, amallaymiz. Bo'pti. Tinchlik. Mana bu xolamizni anaqalari nima bo'lib qoldi. Mana bu Farrosh opamizni pullarini yechib olishibdi. Bo'pti, xo'p. Uni topish muammoda, uni topib bo'lmaydi. Bittasi Ukrainadan, Polshadan, Shvetsariyadan turib, Hindistondan turib qilyapti ishlarni. Opa ya. O'z savob bo'ladi. Shu opaga o'zim tashlab beray pullarni. Xushbash kartalari bo'lsa, Ashura va Rayhona. Xo'p. Ana, o'tdi. Ertaga kelib pul tushdimi deyman. Xursand opayam. Mayli. Nima qilaman? Erim to'satdan pul bersa nima qilaman endi? Uyga qanday boraman? Avtobusga ham pulim yo'q. Voy. Nodir milisa qaranglar, 1 soatda hal qilib beribdi. Voy, mana 3,5 million tushibdi. Voy, ilohim. Nodir milisa katta general bo'lib ketsa. Amin. Endi uyimga yorug' yuz bilan kirib boraman. Erim urmaydi. Aytgancha qishloqdagilarga aytaman, qancha qiynalgan odamlar bor. Hammanichi ishini hal qilib beradi. Menikini 1 soatda hal qilib berdi. Tushunyapsizlarmi? 1 soatda. Shunday uchun keldik-da. Opa aldamaydimi? Yo'q, aldamaydi. 65 million pulni oldirganman-da, opa. Bormagan joyim qolmasiz. Gapingizga ishonib shuncha joydan keldi.
endi qaraymanki, arzimaga 3,5 million pul, sizniki 65 million, siznikini shundoq hal qilib beradi. Aka, Balolarga chiqmadingizmi oltmish? Chiqmagan joyimiz qolmadi. voy, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. 1 soat mana kirdim oldiga yig'laganimni ko'rdilar-da. Keyin bo'ldi. Ha, rahmi keldi. Shunday uyga ketayotganimda shunda qarasam, telefonimga SMS keldi. Hayron qoldim. Meniki o'rtog'im nomidan yozdi-da. O'rtog'im onasi kasal. Dori-darmonga yordam kerak. 912 ming so'm desa tashlab beribman-da bor pulimni. O'sha hal qilib beradimi? Ha, hal qilib beradi. Endi qishloqchilikda bilasiz-ku, o'sha ham pul. Opa, menga 15 millionta hal qilib bera oladimi? Ishonib qolibman, qarang endi men bu foydan jo'nating desa jo'natib yuboribman, bir nimalar yutasiz deb ishontiribdi, qarang endi. voy birinchi manikini hal qilsinlar, achchiqlik bo'lib ketaman yaqinda, kontraktim to'lamasam bo'lmaydi, o'zi 12 million so'm. Bankini hal qilib Yo'q, 5 million qarzim bor edi, o'shani ham qilib bera olammi? Ha, to'g'rilab beradi. Qizim alimenti ham bor edi, o'shani ham to'g'rilab bera olinglarmi? Tanishlari ko'p, juda yaxshi, saxiy inson. Hammani muammosini hal qilib beryapti. Bunaqa insonni ko'rmaganman. Ha. Xolmurod aka, sizniki arziydigan pulmi? Bizniki 7,5 million. Ha. Qizimni kontrakt deb yig'ib yuruvdim. Ha. Telegramdan xabar kelibdi. To'ydagi video senmisan desa, men shunday bilmayman. Men bo'lsam kerakmi, nimaga bu jo'natdi deb bitta otsam, plastikda ship-shidam hamma pulda shishtirib qo'yibdi. Shunaqa ham sodda bo'lamizmi? Men hammasiga video ochayibdi-da, sunnat to'yimni ham videosini bermagan, nikoh to'yimni ham videosini bermagan. Shuni endi jo'natganman deb ochib qo'yibman. Qaydan bilay? Videochilar ham. Mayli endi yaxshi deb maqtayapti-ku, xudo xolasa olib berar. Hal qilib tashlaydilar. Voy, ana kelyaptilar. Mana shu kishi qaranglar. Ha, yuzlaridan-chi nur taralib turibdi. Yaxshi odamga o'xshaydi, ha? Juda yaxshi inson. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom beringlar, salom beringlar. O'g'lim, so'rash. Amaking bilan so'rash o'g'lim, so'rash amaking bilan. To'y bola, qalay ishlar? Ishlasizmi? Askor akam. Ha, uzr kechirasiz, Rayhon opa, bularni tanimadim. Bular qishlog'imizdan, qo'shnilar, qishloqdoshlar. Ana bularni ham shu plastikida muammo bo'lib qopti-da. Shunga men Yaxshi bo'lmabdi. juda yomon. Ha, yordam qilasiz deb maqtadim-da. Bularga kecha qishloqqa borib hammaga maqtadim. Qarang, hozircha shuncha odam keldik-da. Qolgani bir avtobus bo'lib yana kelishyapti yo'lda. Nodir aka, siz bilan ishini hal qilib berasiz, ha? Bir 70 ta, 80 tacha odam keladi-da. Mazasi qo'shdi. Ey, bu akaning yordam beradi dedingiz. O'zi yordamga muhtoj ekan-ku. Qoni kam ekan-ku buni. Ha, yo'q. Kuchli bu. Bizlarga yordam bermay, nima yordam berishimiz kerak bunga biza? Mana 65 million kim hal qiladi? Ketdik o'g'lim, yur. Ketdik. Ketdik. Buni o'zi yordamga muhtoj ekan. Ket bu yoqdan. Tupingni ol. Nimaga bunaqa qilyapsizlar? Ha, ishonganim bir tuya, uni ham orqasidan suya bo'lib qoldi-ku, Rayhon. Topgan odamingni qara. Nodir aka, ey Nodir aka. Tursangiz-chi, Nodir aka. Opa ketishdimi? Ha, ketishdi. O'rgilib ketay. Yana 3 million pul tashlab beraman. Faqat hech kimga aytmang, men o'zim tashlab berdim, opa, pulni sizga. Uni topish muammo. Voy, uzr. Bilmabman. Turing xo'p. Ey. Ketdimi? Ha, ana ketishyapti. To'ba qildim. Opa. Rahmat sizga. Azizlar, hakkerlardan ehtiyot bo'ling, aldanib qolmang. Bilasizmi, militsiya xodimlarini sizlardan ham boshqa qiladigan ming tashvishlari bor. O'rgilaysizlarda. O'zingizlarga ehtiyot bo'linglar, qo'shni o'rgilinglar. Ko'chada ikki otaxon bir ayolni ko'rib, "Yur kafega taklif qilamiz" desa, "Yo'q" desa nima deymiz? Desa, "Yo'q" desa mayli, "Xo'p" desa nima deymiz degan ekan. Bizda shunaqangi holat birgalikda ko'ramiz. Talpani qo'y, futbol ko'rdingmi? Real yorib yubordi. Ey, Valverde uchtaga olurdim. Ko'chada ham yumushkal bo'ldi. Ko'chani nima qilasan? Ishkal itti bo'ldi. Yo'q, Ko'rdi, qanday bo'ldi futbolni? Ronaldo o'ynadimi? Sendan zo'ri yo'q bu yotdi. Sizlarni bilmadimmi? Agar mana shu go'zallik hozir tug'ilgan kunimga biror narsa sovg'a qiling, $100 yurakdan atardim lekin shu uchun.
go'zallikni ko'ra olmaydi. Nima ko'rmaydi? O'sha ochkiyim taqib olgan. Ha. Go'zallik mana meni ko'zim bilan ko'r. Ha. Ey, katta gapirishmasa, Ha. ana qizga bor. 500 so'mdan atardim. Shtirri. Ha. Gap yo'q. Hozir 400 berardim. Ana yuzini bo'lib bir oygacha qilib berardim. Ikkita Tailandga putyovka, bilet. Ikkalamiz. Yo'q, Ha. gap Ha. yo'q. Tailandga endi eshitib turinglar-da, ey, 2-3 yildan keyin borish kerak. Kelajakda baribir boriladi. Hozir Danli Mamit apa lekin Tailandga tortmaydi. Yo, bu tortadi, men tortmayman. $200, bir $1000 telefonlar shundan berib yuborardim mana. Telefonni yomkisi 26% beradi. Ya, unchalik emas. Ey, allaysan sardorlar. Meni qaralaring. Shunday go'zallikka, shunday hurliqoga, shunday latofatga, shunday nazokatga $100 kam emasmi? Juda ham kam. Men ko'p aytdim, deb o'tiribman. Ey, sen shu go'zallikka qancha beraman deding? 500 beraman dedim. Hozir 400 beraman. Yuzini bo'lib ishlab beraman. Voy, sharmanda. Ey, erkakmisan? Qanaqa jentlmensan? Tailandga ikkita bilet. Qachonga? 3-4 yil ishlarimiz yaxshi o'tdi. Voy! Uyat, shunday go'zallikni oldida meni sharmanda qildilaring. Hozir bor-ku, sizlar bilan o'tirishga qandaydir uyalayapmanman. De, sen nima beraman deding? Telefon beraman dedim, $1000. Telefon. Voy! Tabiat mo'jizasini qaranglar. Ey, shunday go'zalga, shunday suluvga bitta pachka iPhone 17, Qo'sh. bitta Onyx mashinasi, Salafan. Toshkentning sentridan, Toshkent Citydan 2 xonali kvartiracha. Keyin dachadan bitta uy. Ey, o'ziga alohida. Keyin shu go'zallik Maldiv orollariga. Zo'r. Ha. 40 kuni, 40 kecha, 40 kunduz borib aylanib kelishiga arzimaydi. Mendan Kechirasiz. Hozirgi 4-taklif kim etdi? Mana ular. Mana. Sendan zo'ri yo'q. Sendan zo'ri yo'q. Sendan zo'ri yo'q. Hey! Gaplashamiz. Uzr, singlim. Siz noto'g'ri tushundingiz, ular hazil qildi. Ay yo'q, qarang, xijolat bo'lishi kerak yo'q. Sekin-sekin gaplasha oldiramiz. Singlim, sizga men bir ma'lumot aytishim kerak. Meni guldak ajdarho xotinim bor. Agar shuna bo'lsa, ikkalamizni ham paka kechirasiz singlim. To'xtang. Ana ko'rdilaring, men nima dedim? Nonni katta tishlasang ham gapni katta gapirma deydi rahmatli bobom. Joylar jannatda bo'lsin. Ehtiyot bo'linglar. Xayr dema, bor dema. Ishqni etmaylik uvo. Qolganini bilsam man, oxirigacha aytardim man. Nima deyman? Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.